Usta aka, endi moy oqmaydimi? Umuman oqmaydi, men javob. Rahmat. Xayr. Levachami? Levacha suv bo'lgan jo'qku. Quloq bo'lk. Juma aka, men uni usta bo'lsa berasan, umuman mashina kelgan yo'q deng. Bo'lib ta'timi? Men buni o'q bilan qiymat o'tirib menga qizil pul berdi. Men jo'ra kesin bo'lga aytaman, hammasini aytib beraman, gadlaydi keyin. Jo'ra kelingmi? Ha, keling, tinchlikmi? Ertalab bitta ayol keldi. Ha. Taydan nimadir o'qiyotgan ekan. Shu bitta yaba ko'p kirib nimadir qildi tayiga. Sen nima qilding? Illat o'berdi-da. Birga ishni barakasini qo'chilib. Sen nima qilding? Ayirmagan qizlar do'kon nimadirlar qilib o'tirsan. Islom aka hech narsa qilganimiz emas. Ertalab bitta qizcha keldi. Shu mashinaning tayini yo'q qo'yapti ekan, shuni tuvlab berdi. Mashinada yo'q qaytgan ekanman. Ha. Jo'ra, men ayolni degan jo'qku. Usta aka, mashina zavat bo'lmayapti. Nimaga zavat bo'lmayapti? Yur qani. Ertalab kelgan ayol yana kelibdi, nima? Shuna dekonga aytang, biz orqasida itanamiz. Ke qani? Ikki shu orqasida itarib o'tdi, ha? Jo'raga qarab tur. Aka, o'zingizda telefon olsam arzonroq bera olasizmi? Albatta arzon qilib beramiz akajon. McLaren do'konimiz 7-8 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi. Samarqandda 3 ta filialimiz bor. Undan tashqari kafolat sifatida garantiyalarimiz bor. Naqdga ham, muddat to'lovga ham 30% boshlanish to'lov qilib, bemalol xarid qilib ketishlari mumkin. Alo, Jo'ra? Ha, Juma? Ertalab kelgan ayol yana keldi. Nima keladi? Shogirdlar nima qilyapti? Ikkita shogird bo'ldi, dekonologiya itarib o'tdi. Qanim bitirmayapsizlar, qani? Ayno dekonologiya. Qaysi yetardi? Ikkovi ham itarib o'tdi. Inangning buni. Besanga itarayotgan joymi? Suv, nimani aytyapsiz? Biz ham mashina itardik. Mashina itarlandimi? Ha. Inangning bu Juma. Jo'ra, men ayol degan jo'qku. Ay, inangning.